Savol: Alloh taolo bandasining har bir amali, hatto o'y-hayollarini bilib tursa-da, uning yaxshi-yomon amallarini yozib boradigan ikki farishtani mas'ul qilib qo'yishida qanday hikmat bor? Unda ikki hozir va nozil farishtalar bo'lishining hikmati nima? Alloh azza va jalla farishtalar zimmasiga yuklagan vazifalardan biri bizlarni ziyraklik bilan qattiq kuzatib borishlaridir. Bizlarni nima qilayotganimizni bilib, ko'rib, hisobga olib turishlaridir. O'ng tomoningizdagi farishta raqib, kuzatuvchi. Chap tomoningizdagi ikkinchi farishta esa atid, tayyor, ya'ni hozir va nozir farishtalar deb ataladi. Ular hamma narsalarni, ushbu majlisimizni ham, gapirayotgan so'zlarimizni va har birimiz qiladigan ishlarni ham yozib boradilar. Xo'p, aslida Alloh shunga muhtojmidi? Yo'q, aslo. Allohning ushbu go'zal va ajoyib so'ziga e'tibor bering. Albatta insonni biz yaratganmiz va uning nafsi nimani vasvasa qilishini ham bilurmiz va biz unga jon tomiridan ham yaqinmiz. Vaqtiki ikki kutib oluvchi o'ngda va chapda o'tirgan hollarida kutib olurlar. Biror so'z aytmas, magar huzurida hozir va nozir borlar. Qof surasining 16-oyati. Alloh taolo sizga yozib boruvchi ikki hozir va nozir farishtalar haqida aytishdan oldin, uning o'zi bularga muhtoj emasligini ta'kidlab qo'ydi. U aytdiki, albatta insonni biz yaratganmiz va uning nafsi nimani vasvasa qilishini ham bilurmiz va biz unga jon tomiridan ham yaqinmiz. Lekin Alloh taolo shunday bo'lishini xohladi. Albatta bunda hikmat bor. Qiyomat kuni Robbimiz bandalarni hisob-kitob qilayotganida ular haqida bilgan narsasiga ko'ra hisob qilmaydi. Yo'q, unda emas. Chunki Alloh taolo dunyo hayotida bizga vazifa yuklaganida qozi va hokimlar insonlar o'rtasida hukm chiqarayotganlarida ularni o'zlarining ilmiy taqozosiga ko'ra hukm chiqarishlaridan qaytargan. Balki ular hukm chiqarmoqchi bo'lsalar, bayonotlar, hujjatlar, guvohlar ishtiroki va e'tiroflar bilan hukm chiqarishlari lozimligi aytilgan. Alloh taolo bizlarga vazifa qilib bergan narsani o'zining oliy zotiga majburiyat qilib yuklagan. Agar qozi ikki tortishib qolgan kishilar oldida to'xtalib, ushbu ikki tortishuvchilarning unisini haqdor, bunisini esa xatokor ekanini bilsa, endi ushbu qozi o'z ilmiga ko'ra hukm qilishga kuchi yetadimi? Yo'q. U hukm kamonini guvohlar va hujjatlar bilan boshqa bir qozi oldiga qo'yadi. Olamlar Robbi Alloh biladi, lekin u bizlarni ushbu hujjatlarga ko'ra hisob qiladi. Alloh aytadi va kitob qo'yildi. Bas jinoyatchilarni undagi narsadan qo'rqqan hollarida ko'rasan. Ular voy sho'rimiz qurisin. Bu qanday kitob? Kichikni ham kattani ham hech qo'ymay hisob qilyapti-ya, derlar. Va qilgan amallarini hozir holda topdilar. Robbing hech kimga zulm qilmas. Kahf surasi 49-oyat. Bu olamlar Robbi Allohning adolatidir. Robbimiz barcha holatlarda adolatlidir. Lekin u bu ishni o'zining oliy zotiga vazifa qilib olgan. U, mana ko'ringlar, bu o'zlaringiz qilgan amallaringiz deydi. Barcha ishlarimiz ovozi va surati bilan yozilgan bo'ladi va ularni ko'z o'ngimizda shunday gavdalantirib ko'rsatadi. Bularning barchasi yaqin kunlarda bo'ladi. Shunday. Alloh aytadi: "Mana bu kitobimiz sizga haqni nutq qilur. Albatta biz qilgan amallaringizni yozib turgan edik" deyilur. Josiya surasi 29-oyat.